Qatnashmasdan. O'g'lim chiroyli qilolaman. Yo'q, kambag'al bo'lsa chiroyli bo'lsa. Bo'lajak kuyovimiz kambag'al ekan. Chiroylidir, yig'lab o'tiradi, qotgan nonni ye. Namangandagi blogerlardan birinchisi o'zim bo'lsam kerak, qizlarni iboli, hayoli deb maqtab chiqish bo'yicha. Endi bu videoni qaranglarda, sizlar napriska qilasizlarmi? Sizlarni iboli, hayoli deb qanchadan qancha boshqa Qirg'iziston, Tojikiston, boshqa davlatlarda bo'ladigan bo'lsam, qo'shni davlatlarimizda shunaqa videolar chiqib qoladigan bo'lsa, ya endi shunga o'xshagan qo'shtirnoq ichida hamma yoqda bo'ladi-ku deb tortishib kelaman-da. Bizda o'zi ko'p emas, shunaqa sanoqligi, mana miyasiga shovqin kirib qolganlari chiqib keladi. Biz erkaklar harakat qilganimiz sari bular noto'g'ri o'zi fikrlash boshlashyapti-da. Biz erkaklar aytamiz-da, buni hech narsasi kerak emas, sarpo-marpolari. 5 mahal namozini o'qib, yaxshi iboli, hayoli qiz bo'lsa bo'ldi, ota-onamiz duosini olib ishini qilib yursa bo'ldi deb gapiramiz. Bular bo'lsa bizga napriska chiqadimi? Bu holatni ko'ringlar, o'zingni izoh bildira olinglar. Men qancha maqtab chiqqan sarim shunaqa ba'zi bir shunaqalik podani buzadigan qo'shtirnoq ichidagilar chiqib buzaverasizlar, nimaga?